Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Ro'zador Ramazonni ado etib, ikki shafoatchilikning egasi bo'ladi. Bir oy mobaynida tutgan ro'zasi, kechalarda tinglagan xatmi Qur'oni qiyomatda shafoatchisi bo'ladi. Ikki qo'lidan tutib jannat sari olib kiradigan ikki shafoatchi mana shu Ramazonda topgan ikki do'stimiz bo'ladi. Tutgan ro'zamiz, tinglagan Qur'onimiz. Azizlar, payg'ambarimiz Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilar: ro'zadorlar uchun ikkita xursandchilik bor. Birinchisi, iftorlik vaqtidagi xursandchilik. Nega xursand bo'lamiz? Chunki va'damizning ustidan chiqdik-da. Biz tongda bergan va'damizga xilof qilmadik. Bir kunlik ro'zani ado etib, bir kunlik ro'zani ajriga ega bo'lganimizni his qilyapmiz. Shuning uchun shodlanamiz. Ikkinchisi, Robbisiga yo'liqqan vaqti. Oxiratda, dunyoda ro'za tutganligi uchun banda mukofoti uchun shodlanadi. Qaysi mukofot? Jannatda bir eshik bor. Uning nomi Rayyon. Undan faqat ro'zadorlar kiradi. Ayna soimun, ayna soimun deb nido bo'ladi. Ya'ni qani ro'zadorlar, qani ro'zadorlar deb turib, jannat eshigida turgan farishtalar nido qiladilar. U eshikdan dunyoda ro'za tutganlar kiradi. Undan boshqalari kirmaydi. Azizlar, namoz uchun alohida eshik yo'q. Zakot uchun ham alohida eshik yo'q. Haj uchun ham alohida eshik yo'q. Ro'za uchun alohida eshik bor. Shuning uchun bu oydagi ro'zalarga qattiq e'tibor beraylik. Uzrimiz bo'lsa, xayr. Sog'ligingiz ko'tarmasa, xijolat bo'lmang. Ichingizda xijolat bo'ling Allohdan. Bandasidan xijolat bo'lmang. Sizda uzr bor. Uzringiz bo'lsa, keksa otalarimiz, onalarimiz, surunkali bemorlar bular fidyasini beradi. Lekin vaqtincha kasal bo'lib turganlar, ular kuniga kun tutib beradilar. Homilali ayollar kuniga kun tutib beradilar. Vaqtinchalik kasallar, surunkali kasallar, keyin ham yosh ulug'lar kuniga fidya beradilar. Azizlarim, Ramazon o'xshashi yo'q ibodat. Ramazon o'xshashi yo'q ajr beradigan ibodat. Bu ibodat bilan biz izzat topamiz, sharaf topamiz. Ham jismonan, ham ma'nan ulug' bir darajaga erishamiz. Ramazonda biz inshaalloh imkon topamiz. Ramazonda yana nima bor? Ramazonda Qur'oni Karimning xatnomasi bor. Qaysi oyda biz ro'za oyichalik Qur'onga yaqin kelamiz? Qaysi oyda mu'min va musulmonlar ro'zachalik Ramazonni tunlari yarmida masjidni to'ldiradilar? Ramazonda. Qur'on bor, aynan Qur'oni Karim Ramazon kechalarida nozil bo'lgan. Laylatul Qadr kechasida dunyo osmoniga bir jumlada nozil bo'lgan. Bu oy azizlar Qur'on oyi. Ulamalarimiz sabab ulug'larimiz boshqa ilmlarini, fanlarini to'xtatishardi. Hadisni, tafsirini, aqidasini Qur'onga rag'bat qilishardi. Bu oy Qur'on oyi deb taomlar tarqatadilar. Bu oy Qur'on oyi deb eng chiroyli, go'zal so'zlar bir-biriga tuhfa etiladilar. Bu oy Qur'on oyi deya bir-birimizdan uzr so'raymiz. Bu oy Qur'on oyi deya taomlar tarqatamiz. Faqat iftorlikda bo'layotgan dabdabalardan ehtiyot bo'laylik. Dabdaba qilamiz. Hamma qorni to'q boylarni chaqirishdan. Lekin ikkita eshigimiz narida qanaqa u dasturxonida iftorliklari, saharliklari bormi? Bu oyda hech bir o'ksik qalb
qolmasin ilohim. Hammani dasturxonida bola chaqasi xursand bo'lib o'tirishi kerak. Azizlar, hammalarimiz umidvormiz. Duoga xaridor bo'lamiz. 40 ta mo'min jam bo'lib duo qilsa, Alloh ijobat qiladi. Ichimizda Allohning do'stlari bor. Ota-onaning duosi, ustozlarning duosi, zaif nochorlarning duosi, ko'pchilik yiqilganni duosi, yiqilgan jamoatning duosi. Duo qilaylik. Keling, duo qilaylik. Parvardigor, duolarimizni qabul et. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarma. Sen bizga berganing bilan mulking va azamating kamaymaydi, Parvardigor. Sendan ko'p narsalarni so'ramaymiz. Faqat sendan sobit iymonni so'raymiz. O'zingga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Va bu muhabbatning badaliga sening ham muhabbatingni so'raymiz. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Parvardigor, bu oyda qiladigan ibodatlarimizni qabul et. Duolarimizni ijobat ayla. Ramazonga qadar insonmiz, bandangmiz, qulingmiz. Gunoh qildik, xato qildik, isyon qildik, tug'yonga bordik. Parvardigor, o'zing kechirgin. Bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni mag'firat ayla. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Bizlarni deb xatokor bo'lgan, ibodatlarda kamchiliklarga yo'l qo'ygan otamizni, onamizni joylarini jannatiylardan qilgin. O'tganlarni rahmat aylagin. Hayot bo'lsalar umr bergin, iymon bergin. Kasb-korda, ishda, mehnatda yurgan yigitlarga barokat bergin. Bu tabarruk yurt, ulug' zamin, ulamolar yurti bo'lmish jonajon vatanimizga Parvardigor yaxshiliklar nurlarini, barokatlarini yog'dirsin. Xalqimizni iymon, e'tiqod, ma'rifat ziyoda qilsin. Borayotgan yaxshiliklarni ilohim qabul etgin. Bundan-da yaxshiliklar, fayzu barokatlar xalqimizni boshida saodatli kunlarni ko'paytirib bergin. Parvardigor, xonadonimizga nuring va zahmating bilan to'ldirgin. Qalbimizni poklagin. Qalbimizni poklagin. Ramazondan onadan tug'ilgandek poklanib, oyyuz mo'minlar bo'lib chiqishimizni barchamizga nasib et.